Biza bolalar bilan keks tayyorlashga kirishdik. Vроде hamma narsani tayyorlab oldim. Demak, boshladik. Bizaga 3 ta tuxum. Shakar. И angelli vanilini solamiz. Endi bunga qatiq, yarim stakan yog', mana aralashtiramiz. Endi elakdan 2 osh qoshiq kakaoni o'tkazamiz. Kakao bilan unni elakdan o'tkazib olamiz. Hammasini aralashtiramiz. Sal qolsa razrıhlitel solish esimdan chiqarkan. Sikoria razrıhlitelini ishlataman. Xamirimiz tayyor, qizlar. Mana shunaqa bo'lishi kerak quyuqligi. Unni примерно 1,5 stakandan ozgina oshib soldim. Endi buni hozir qolipga solib pishirishni boshlaymiz. Jasmina, pirogimiz tayyor. Смотри, шоколадный. Kesamizmi keksni? Хочешь пробовать? Да. 1, 2, 3. Hali sovishga ulgurmadi. Biz kesib ko'ramiz. Hozir biz qaynoqqina sutiga mix fix kakaolarni aralashtirib, pirog bilan maza qilib ichib olamiz. Хочешь такое, Jasmina? Да. Всем пока-пока.